Abdulqodir Jiloniy o'g'illari Musa rivoyat qilib berganlar. Mani padarim quyidagi qissani aytib bergan edilar deb. U kishi safarga chiqib, cho'lda uzoq yuribdi. Adashib qolganmi, nima bo'lgan? Suv yo'q, boshqa yo'q, tashnachilik nihoyatda yuqoriga chiqqan. Qattiq qiylangan. Bir yerga borib o'tirsa, birdaniga sekin kelib boshida bulut to'planibdi. Qop-qora bulut. Haligi bulutdan tomchilar tushib, u odam serob bo'pti. Chanqog'i qonibdi, hamma yo'g'i bo'pti. Yana bunday qarasa, qop-qora bulutdan nur taralibdi. Nur taralib, undan keyin bir surat paydo bo'pti-da, "Ey Abdulqodir, men seni Robbingman. Sen u bo'lding, bu bo'lding. Endi boshqalarga harom qilgan narsani senga halol qildim" debdi. Deganda u kishi yana keyin Xudo nima berib, "Ey shaytoni la'in, badbaxt, tush bu yoqqa" deb uni so'kibdi. "Sen meni alday olmaysan" deganda nur o'chdi deydilar. Nur o'chdi. Surat qop-qora kulga aylandi. Keyin sen biliming bor ekan. Sen ancha tajribali odam ekansan. Qutulib qolding. Men shu hiylam bilan ko'p zokirlarni yo'ldan urgan edim, dedi deydi. Ana shunaqa holat. Ana shu holat. Shuning uchun nihoyatda demak inson men ibodatga berilib falon darajaga yetib qoldim demasligi kerak. Doim nuqson, banda nuqsondan iborat, doim kamtar bo'lish kerak, doim ibodatda bardavom bo'lish kerak. Allohni demak jamoliga, Allohni demak qurbatiga xolis harakatda bo'lish kerak. Oraga boshqa narsani qo'ymaslik kerak, dunyoni qo'shmaslik kerak, muomalani qo'shmaslik kerak. Ana o'shanda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi.